Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari hamda o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birinchi mavzuni boshlaymiz. Ya'ni kinematika bo'limining mexanikadagi asosiy tushunchalar mavzusi haqida. Vaqt ketkazmagan holda men birinchi mavzudan boshlayman. Birinchi savolda aytyaptiki, vaqt o'tishi bilan jismning fazodagi vaziyatini boshqa jismlarga nisbatan o'zgarishi jismning nimasi deb ataladi? Ya'ni jismning mexanik harakati deb ataladi. Misol uchun siz oldingizda qanaqadir jism turibdi. Misol uchun daraxt. Siz daraxt bilan 3 metr masofada joylashgansiz. Ya'ni daraxt bilan orasidagi masofa 3 metr. Siz 2 metr daraxtdan uzoqroqqa yurdingiz va natijada daraxt bilan sizni masofangiz 5 metr bo'lib qoldi. Ana shunda siz daraxtga nisbatan mexanik harakat qilgan bo'lasiz. Mana shu narsaga mexanik harakat deb ataladi. Ikkinchi savol, mexanik harakatning nechta va qanday turlari bor? Mexanik harakatda 3 ta turi bor. Ilgarilanma, aylanma, tebranma. Xo'p, 3 ta aytayaptiki, quyidagilardan qaysi rasmda mexanik harakatning qaysi turi sodir bo'lmoqda deyapti. Birinchisi ilgarilanma harakat bo'ladi. Sababi jism ko'chganda uni turli nuqtalari bir xilda ko'chsa, ya'ni ikki nuqta bir xilda harakat qilsa, bu ilgarilanma harakat bo'ladi. O'zi ta'rifi ham bor. Jismning ixtiyoriy ikki nuqtasini birlashtiruvchi to'g'ri chiziq o'ziga parallelligicha qoladigan harakat ilgarilanma harakat deyiladi. Ya'ni mashinani ikkita g'ildiragini biz tutashtirsak, mashinani yurgizsak, buni g'ildiraklari orasidagi masofa kamayib ham ketmaydi, ortib ham ketmaydi. Bir xilda ikkita nuqta ko'chadi. Mana shu narsaga ilgarilama harakat deyiladi. Endi keyingisi Oy Yerda atrofida aylanyapti. Ya'ni bu narsa aylanma harakat bo'ladi. Mana bu uni trayektoriyasi bir xilda aylanib yuraveradi. Birinchisi ilgarilanma, ikkinchisi aylanma, uchinchisi bilamiz tebranma. Mana bu narsa bunday tebranib turadi. Bu kachilarga nisbatan olsak ham tebranib turadi. Tebranma bo'ladi. Va bizda javob javob ilgarilanma, aylanma, tebranma. To'g'ri. Quyidagi hollarning qaysilarida jismlarni moddiy nuqta deb hisoblash mumkin? Moddiy nuqta bilamizki, o'lchamlari hisobga olinmasa ham bo'ladigan nuqta. Misol uchun siz Toshkentdan Samarqandga qarab yo'lga otlandingiz. Agar o'sha yo'lni hisoblamoqchi bo'lsak, biz hech qachon sizni oyoq kiyimingiz razmerini hisoblamaymiz. Misol uchun necha kilometr bo'lsa ham orasidagi masofa siz oyoq kiyimingiz razmerini olib tashlab, mana shuncha yo'l yurdi deb hisoblanmaydi. U shunchaki nuqta sifatida ko'riladi xolos. Shunaqa narsa. 1 metr masofaga yurgan bo'lsangiz, o'sha oyoq kiyimni o'lchami hisobga olinadi, chunki 1 metrga nisbatan o'sha 20 sm, 25 sm bo'lishi mumkin. O'sha narsa просто tak nuqta sifatida ko'rilmaydi. Обязательно o'lchamni ham hisobga olish kerak. Bu narsaga biz oyoq kiyimni moddiy nuqta deb qara olmaymiz bu vaziyatda. Endi savollarda aytayaptiki, poyezd Toshkentdan Nukusga bordi deyapti. Bu yerda poyezd moddiy nuqta deb qarashimiz mumkin poyezdni. Chunki yuqorida ko'ringanda bitta poyezd bitta nuqta sifatida yuradi. O'zbekiston ichida o'sha Toshkent bilan Nukus orasidagi masofada poyezd bitta nuqta bo'lib siljiydi. Ikkinchisida poyezd ko'prik ustidan o'tmoqda. Yo'q, bu yerda poyezd shunchaki nuqta sifatida ko'ra olmaymiz. Poyezdning o'lchamlarini ham hisobga olishimiz kerak, chunki ko'prik bilan poyezdning uzunligi bir-biriga yaqin o'lchamlari. 2 bo'lmaydi. 3. Nexia avtomobili 10 metr yurib to'xtadi. Yo'q. Chunki Nexia avtomobilini uzunligi bilan 10 metr bir-biriga juda yaqin. Uni shunchaki nuqta sifatida ko'ra olmaymiz.
Ekskavator tuproqni qazib Isuzu yuk mashinasiga yuklamoqda. Bu umuman mos kelmaydi. Sportchi yugurib stadion atrofini bir marta aylanib chiqdi. Bu mos keladi, chunki stadionga nisbatan sportchi bitta nuqtadagi harakat qilishi mumkin. Lamborghini avtomobili garajga kirmoqda. Bu bo'lmaydi. Demak, bizda javob A. Hop, 5. Yer sharini quyidagi hollarning qaysi birida moddiy nuqta deb hisoblash mumkin? Demak, biz shunday holda o'rganishimiz kerak ekanki, yer shari shunchaki nuqta bo'lishi kerak. Yerning kimyoviy tarkibini o'rganishda bu bo'lmaydi. Yerni shunchaki nuqta deb uni kimyoviy tarkibini o'rganib bo'lmaydi. Yerning markazidagi yadrosini o'rganishda yadroni o'zi yerdan kichkina. Bunday ham bo'lmaydi. Oyning yer atrofidagi harakatini o'rganishda bu ham kirmaydi, chunki oy ham yerdan kichkina. Biz bu harakatda oy deb yerni shunchaki nuqta deb o'rgana olmaymiz. Yerning quyosh atrofidagi harakatini o'rganishda bu bo'lishi mumkin, chunki misol quyoshning o'lchami shuncha bo'lsa, uni oldidagi yer mana buncha bo'ladi. Biz shunchaki nuqta sifatida ko'ra olamiz. Buni olamiz. Yerni yoshini o'rganishda yo'q, bu bo'lmaydi. Yoshga umuman aloqasi yo'q moddiy nuqtani. 6. Sanoq sistemasini nimalar tashkil etadi? Sanoq sistemasi, e'tibor beramiz, sistemasini. Xo'p. Bitta qilib aytaman, sanoq jismi unga bog'langan koordinatalar sistemasi va soat tashkil etadi. Yuqoridagilar kirmaydi. Chunki qanaqadir sistema bo'lsa, misol qanaqasidir jismning harakatini o'rganmoqchi bo'lsak biz, albatta uni necha metr yo'l bosganini ko'ramiz va vaqt bizga kerak bo'ladi. Mana shu narsaga, mana shu kichkina sistemachaga sanoq sistemasi deb ataladi. Ya'ni bu yerda sanoq jismi mana bu jism, unga bog'langan koordinatalar sistemasi, e'tibor beramiz, unga bog'langan deyapti. Ya'ni jism tinch holatda turgan joyda biz 0 deb olamiz. Mana shu 0 deb olishimiz unga bog'langan bo'ladi. Misol mana koordinatalar sistemasi bo'lsa 1, 2, 3, 4, 5, 6 deb ketamiz va bu qaysidir vaqtda misol bu yerga yetib qoladi. O'sha qaysidir vaqtni ko'rsatadigan qurilma bizga soat bo'ladi. Mana shu narsa bitta sistema bo'lib ataladi. Bu fizikadagi eng sodda sistema. 7. Gapni to'ldiring. Moddiy nuqtaning o'z harakati davomida chizilgan chizig'i trayektoriya deb ataladi. Javob A. Chunki trayektoriya tushuntirib beraman. Raketa uchyapti. Mana bu raketa bo'lsa, uni orqasida bunday iz qoladi. Haligi hammamiz ko'rganmiz. Havoda ayniqsa zo'r chiqadi. Yuqorida osmonda uzun iz paydo bo'ladi. Mana shu narsasi trayektoriya deb ataladi. Nuqtalar o'rniga kerakli iborani qo'ying. Moddiy nuqtaning biror vaqt oralig'ida qoldirilgan izini uzunligi, e'tibor beramiz, izni uzunligi yo'l deb ataladi. Yuqorida chizgan rasmim. Misol siz to'g'ri chiziq bo'ylab harakat qilsangiz, qanchadir x masofani bosib o'tasiz. Agar aylanib yurib harakat qilsangiz ham qaysidir o'sha x masofaga borgan bo'lasiz, lekin siz ko'proq yo'l bosasiz. Mana shu trayektoriyangizni uzunligi yo'l deb ataladi. 9. Jismning boshlang'ich vaziyati bilan keyingi vaziyatini tutashtiruvchi yo'nalgan to'g'ri chiziq kesmasi. Xo'p, aytib o'tdim. Jism qaysi yo'ldan bormasin, uyidan maktabga ketayotgan bo'lsa, misol bolacha 3 xil yo'l turibdi, baribir o'sha uydan maktabga boradi. Uni ko'chishi uy bilan maktab. U qaysi yo'ldan yurmasin, qanaqa trayektoriya hosil qilmasin, uzun yo'ldan yuradimi, qisqa yo'ldan yuradimi, baribir o'sha maktabga boradi. Misol mana uy bo'lsa, bu yer maktab bo'lsa, uni ko'chishi mana bu to'g'ri chiziq bo'ladi. Ya'ni to'g'ri chiziq kesmasi. Jismni boshlang'ich vaziyati bilan oxirgi vaziyatini tutashtiruvchi to'g'ri chiziq kesmasiga ko'chishi deb ataladi. Ko'chish deb ataladi.
Mototsikl yo'lga chiqib bir muddat o'tgach, o'z o'rniga qaytib keldi. Shunda hisoblagichning ko'rsatkichi 300 kilometrga ortdi. Mototsiklning yo'li va ko'chish moduli nimaga teng? Hisoblagichning ko'rsatkichi 300 kilometrga ortgan bo'lsa, mototsiklchi umumiy miqdorda 300 kilometr yo'lni bosib o'tadi. Lekin yana joyiga qaytib keldi deyapti. Mana bunga e'tibor beramiz. Joyiga qaytib keldi deyapti. Demak, mototsiklchining ko'chishi 0 ga teng, yo'li 300 ga teng. Endi bizdan birinchi yo'lni, keyin ko'chishni so'rayapti. Eslatib o'taman, yo'l fizikada L bo'ladi, kinematikada, ko'chish bo'lsa S bo'ladi. Bizda hozir birinchi yo'lni so'rayapti. Shunga 300 kilometr bo'ladi. Ko'chishimiz 0 bo'ladi. Bizda javob S. E'tibor beramiz, 0 bilan 300 deb qo'ysalarning xato bo'ladi, chunki bizda birinchi yo'lni so'rayapti. 11. Geologlar guruhi avval sharq tomon 12 kilometr, so'ng g'arb tomon 16 kilometr yurib to'xtadilar. Guruh necha kilometr masofaga ko'chgan? Shimol, janub, sharq, g'arb bo'lsa, mana bu geologlar guruhi bo'lsin. Sharq tomon 12 kilometr, ya'ni sharqqa tomon 12 kilometr va yana g'arb tomon 16 kilometr. Bizda ko'chish mana bu yer bo'lib qoladi. Mana bu x masofa bo'lib qoladi va shunday ximiz teng 4. X teng 4 bo'lib qoladi. Javob B. Agar bizdan yo'lni so'ragan bo'lsa edi, 16 ga 12 ni qo'shib 28 degan javobni chiqargan bo'lardik. Bizda 28 degan javob bor, lekin u xato. Sababi bizdan faqat ko'chishni so'ragan. Xo'p, bizda keyingi masala 13. Sababi bir xillarini tashlab ketyapman. Yangilik bo'lgandan oldindan shunaqa belgilab qo'ydim. Sportchi uzunligi 400 metr bo'lgan stadionni 2 marta to'liq aylanib chiqdi va boshlang'ich joyiga qaytib keldi. Uning yo'li va ko'chish modulini toping. E'tibor beramiz. Sportchi uzunligi 400 metr bo'lgan stadionni 2 marta to'liq aylanib chiqdi va boshlang'ich joyiga qaytib keldi. Boshlang'ich joyiga qaytib keldi degani buni ko'chishi 0 degani. Chunki qaytda yurmasin, yana o'sha nuqtasiga qaytib kelsa, u hech qayerga ko'chmaydi. Hali uzoqda yugurgan somonxonaga deydi, ko'chmaydi. Va shunda bizda birinchi yo'lni so'rayapti. 400 metrli bo'lgan stadionda 2 marta aylansa, uning yo'li 800 bo'ladi. Ya'ni L teng 800 metr, S teng 0 bo'lib qoladi va bizda E javob bo'ladi. Pastdagi ham xuddi shunaqa ko'p-to'pga doir masala. Uni o'zlaring hisoblasanglar, agar chiqmasa, ushbu video tagida silka qoldiraman. YouTube, Telegram kanal. U yerga o'tib bemalol so'rashlaring mumkin. Ya'ni kanalga bog'langan guruh bor. Shu yerda so'rashlaring mumkin. 15. Jism gorizontga nisbatan 60 gradus burchak ostida harakatlanib 3000 metr balandlikka ko'tarildi. Jismning gorizontal yo'nalishdagi ko'chishini aniqlang deyapti. Qanaqadir qiya tekislik bor ekan. Gorizontga nisbatan bu yer 60 gradus ekan. 3000 metr balandlikka ko'tarildi. Ya'ni mana hashimiz h teng 3000 metr. Jismning gorizontal yo'nalishdagi ko'chishini aniqlang. Ya'ni mana bu yer bo'lsa, mana bu yerdagi ko'chishini aniqlang. Mana bu x ni aniqlang deyapti. Bizga bu yerda trigonometriya yordamga keladi. Ya'ni burchak qarshisiga katetni yopishgan katetga nisbatan tangens alfani beradi. Tangens alfamiz bizda h taqsim x bo'ladi. X ni topish uchun h taqsim tangens 60. Tangens 60 gradusda 173 ga teng. 3000 taqsim 173 1734. 34 metr ekan. Bizda javob 1732 ga yaqin ekan, shuni olamiz. 17.
Radiusi 30 santimetr bo'lgan disk chetidagi nuqta ma'lum vaqt ichida 4 marta to'liq aylandi. Nuqtaning yo'li va ko'chishini toping. Bizda formula bor. Ya'ni diskda chetki uzunligini topish formulasi aylanani to'g'rirog'i 2pi r. Ya'ni L teng 2pi r. Radius 30 santimetr bo'lgan disk chetidagi ma'lum vaqt ichida 4 marta aylandi deyapti. Ya'ni bizda hozirgi holatimiz uchun oldiga 4 ko'paytirilib qolinadi. Chunki 4 marta aylanib chiqadi. Nuqtaning yo'li va ko'chishini toping. To'liq aylandi degani uchun ko'chish 0 bo'ladi. Ya'ni aylanib turib yana joyiga qaytib keldi. Endi yo'li 8 ko'paygan pi r bo'ladi. Pi r. Bunda 8 ko'paygan 14 ko'paygan 30. Xo'p, shunda bizda bo'lyapti. Birinchi yo'lini so'rabdi. Birinchi 753 yu 0 javob bo'ladi. 18 juda mashhur masala. 18. Jism r radiusi aylana bo'ylab harakatlanyapti. Aylananing 1/6 qismini o'tganda yo'li va ko'chish moduli qanday bo'ladi? Xo'p, birinchi o'rinda fizikada nima deyotgan bo'lsa shuni chizib olish kerak. R radiusli aylana bo'ylab harakatlanyapti deyapti. Bizga bitta R radiusli aylana kerak. Va buni biz 6 ga bo'lib olishimiz kerak. Endi aylananing 1/6 qismini o'tgandan keyin, ya'ni jism mana bu yerda turgan bo'lsa, u yurib mana bu yerga kelib qoldi. O'tgandan keyin yo'li va ko'chish modulini toping. Birinchi bizda so'rayapti L ni, keyin S ni so'rayapti. Biz bilamizki, aylanani nuqtasini ichki radius 360 gradus bo'ladi. Uni 1/6 qismi 60 gradus bo'ladi. Endi bu yer ham radius, bu yer ham radius bo'lgandan keyin biz bu yerdan to'g'ri chiziq o'tkazadigan bo'lsak, teng tomonli uchburchak bo'lib qoladi. Sababi bu yer ham 60 gradus bo'lib qoladi. Va bu yerda r bo'lgandan keyin bu yer ham r ga teng bo'ladi. Natijada bizda ko'chish kelib chiqyapti. Ko'chish radius o'ziga teng bo'lib qoladi. Endi L masofasi umumiy uzunligi 2pi r bo'lsa, 2pi r bo'lgandan keyin uni ko'paytiramiz 1/6 ga. Shunchaki 6 ga bo'lib qo'ysak ham bo'ladi, lekin bu chiroyliroq chiqadi. Shunda 2 bilan 6 qisqarib 3 qoladi. Pi r taqsim 3 e'tibor beramiz. Mana bu yoyni uzunligi. Mana bu yoyni uzunligi pi r taqsim 3 ga teng bo'lib qoldi. Endi bizda pi r taqsim 3 hamda r degan javob, pi r taqsim 3 hamda r degan javob javobda turibdi. 19. Havo shari biror balandlikka vertikal ko'tarilgach, shamol uni gorizontal yo'nalishda 120 metr masofaga uchirib ketdi. Agar havo sharining ko'chishi 0,2 kilometr bo'lsa, uning o'tgan yo'li qanday? 0,2 kilometr degani 200 metr degani. Bu yerga yetsaman. Havo shari biror balandlikka vertikal ko'tarilgach, ya'ni mana yer bo'lsa, shamol uni gorizontal yo'nalishda 120 metr masofaga uchirib ketdi. Ya'ni shamol vertikal ko'tarilibdi. Mana bunday ko'tarilishi kerak ekan. Ko'tarilib, shamol uni bunday olib ketibdi. Ya'ni mana bu nuqta 120 metr ekan.
uni ko'chishi deyapti. Mana boshlang'ich vaziyat bo'lsa, mana keyingi vaziyat bo'lsa, uni ko'chishi mana bu yer 0,2 kilometr, ya'ni 200 metr bo'lsa, uni o'tgan yo'lini toping deyapti. Ya'ni mana bu umumiy yo'lni toping deyapti. Umumiy yo'lni topish uchun bizga mana bu x masofa avval kerak bo'ladi. X masofani topish uchun biz Pifagor bobomizning teoremasidan foydalanamiz. Bilasizlar, 200 ni kvadratidan 120 ni kvadratini ayirish kerak. Shunda bizni balandligimiz 160 metr chiqadi. Va bizda umumiy o'tgan yo'li 280 metr, ya'ni 160 plus 120 280 metr. Sizga javob. Pastdagi masala ham xuddi shunaqa. Vaqt ketkazmaymiz. 21-savolda aytayaptiki, mexanik kattaliklarning qaysi birliklarning xalqaro sistemasida asosiy hisoblanadi deyapti. Birma-bir ko'rib chiqamiz. Metr asosiy, kilogramm asosiy, sekund asosiy. Metr asosiy, kilogramm asosiy, joule asosiy emas. Ishda energiyani birligi. Xo'p, bu amper asosiy emas. Xo'p, Newton asosiy emas. Newton joule asosiy emas. Demak, bizda javob A. Mexanika bo'limida BHC birliklarning xalqaro sistemasiga kirgan asosiy birliklarni ko'rishdik. Metr, sekund, kilogramm. Metr taqsim sekund kirmaydi. Hosilaviy birlik Newton ham, Newton joule ham bu ham kirmaydi. Bizda javob A. Mana bu yerda javoblari bor, tekshirishlaring mumkin. Shunday qilib, birinchi mavzuni tugatdik. Agar savollaring bo'lsa yoki chiqmagan misollaring bo'lsa, pastda silka qoldiraman. Shu silka orqali Telegram kanaliga o'tib, unga bog'langan guruhga yoki o'zimga murojaat qilishlaring mumkin.